Koreys tilida sanoq sistemasi nega ikki xil? Agar buni bilmasangiz, koreys tili har doim qiyin tuyuladi. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. Koreys tilida ikkita sanoq sistemasi bor. Birinchisi koreyscha sanoq, ikkinchisi xitoycha koreyscha sanoq. Bularning har biri boshqa joyda ishlatiladi. Koreyscha sanoq qayerda ishlatiladi? Odam, hayvon, yosh, soat, donalarga nisbatan koreyscha sanoqni ishlatsak bo'ladi. Muhim o'zgarish koreys tili sanoq sistemasida atiga 4 ta 1, 2, 3, 4 sonlari sanashda o'zgaradi. Hana, han, tul, tu, set, se, net, ne. Misol uchun saram 한 명, 사과 2개. Xitoycha sanoq. Pul, telefon raqam, sana, daqiqa, soniya, qavatlarga nisbatan ishlatsa bo'ladi. Eng muhimi, vaqtga ishlatganda soat koreyschada, daqiqa xitoychada aytiladi. Misol uchun 8시 20분, 3시 10분. Mana shunday. Qisqacha xulosa shuni yodda tuting. Odam, soat koreyschada, pul, sana xitoychada. Shuni bilsangiz, koreys tilida sanoq muammo emas. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like chani bosib qo'ying va ikkinchi darsni xohlovchilar kommentariyaga sanoq so'zini yozib qoldiring.